birov ot minib keladi-yu, otini olib keladi mahallada-yu. Otim peshob qilolmayapti, siyolmayapti deydi. Shuni mozordan aylantirsam peshob qivorar ekan, shuni qilsam bo'ladimi deb savol beradi. Nima qilar ekan mozorga olib borib, mozorda aylantirsa peshob qivoradi, u edi, bu edi. Keyin ustozdan so'rasak, haqiqatda shu narsa bor dedilar. Olib borsin. Olib borib aylantirsin. Mozorga, bir eski mozor bor tepada, olib borgin dedik. Olib borsa peshob qilmadi. Chimrotaga olib borgin dedik. Chimrotaga. Chimrotaga olib boradi-yu, mozor oldiga borganda haligi oti demak peshob qiladi. Endi bu nima ekan, irimmikin, chirimmikin? Ma'nosi shu ekanki, birodarlar, yangi o'likni olib borgandan keyin munkar nakir kelar ekanlar. Hozir o'to'g'risi alohida bir mavzu bor. Xullas, o'sha inson mo'min, Alloh taborak va taolo rahm qilgan banda bo'lsa, unga Alloh taborak va taolo demak unaqa vahshatlar, dahshatlar ko'rsatmas ekan. Endi aksi bo'lsa, qabr azobini ko'rar ekan. U qabr azobini insoniyatdan boshqa hamma narsa eshitar ekan. Xususan otlar eshitar ekan. Peshob qivarishining sababi shu ekan. Haligi vahshatni otlar eshitar ekan. Ha taqsir, Chimrotaga borganda peshob qildi, men eski mozor, ayetda eski mozoringda yangi o'luv yo'qda dedilar. Mozorning ichida yangi qo'yilgan o'lik, qo'yilgan mozor ichida jinlar ham bo'lmasa ekan. O'shalar ham qo'rqar ekan. Qo'rqishi doimiy faryod kelib turar ekan. Allohim bizni chiqargin. Qaytargin bizni. Qilgan ishlarimizdan boshqacha ish qilamiz endi. Qani qaytsa? Shuni eslatadi oyatida. Payg'ambarlar kelmaganmidi? Xabarlar bu umringiz zoyi ketayotganini aytmaganmidi? Bor, hammasi bor.